Florentino Perez yana bir xil xatoni takrorladi. Bu g'alati, chunki 2006-yilda iste'foga olib kelgan saboqni o'rgangan ko'rinadi. Bosh murabbiyning roli maksimal darajada kamaytirildi. Bir nechta yulduz va bir nechta yaxshi o'yinchilarni yig'ib, raqobatbardosh jamoa yaratish mumkin deb o'yladi. Florentino kiyinish xonasida intizom va jamoa a'zolari hamda murabbiyga hurmat bo'lish kerakligini unutdi. Ammo Perez uchun bular muhim emas edi. U bir-biriga mos kelmaydigan futbolchilarni sotib oldi, jamoaga kerakli o'yinchilar bilan shartnoma imzolamadi va murabbiylarning qarorlariga aralashdi. Florentino turli o'yinlarga o'yin amaliyotini berish masalalariga aralashmasligi kerak, lekin u shunday bo'lishni talab qildi. Maydonga eng qimmatbaho futbolchilar chiqish kerak deb aytdi. Alonsoning ishdan bo'shatilishi oxirgi tomchi bo'ldi. Bu qaror kiyinish xonasini ikkiga bo'ldi. Chunki Xabining ishdan bo'shatilishidan mamnun bo'lgan ba'zi futbolchilarning egosi sezilarli darajada oshdi. Boshqalar esa buni qabul qilmadi. Hozirgi Madrid kiyinish xonasi so'nggi 25 yil ichidagi eng yomonidir. Perez yana bir xil xatoni takrorladi. Hozirgi Real Madrid yangi Galacticos, albatta salbiy ma'noda.